Anatomiya 4-darsi organizmning ichki muhiti qon haqida gaplashamiz. Organizmdagi ichki suyuqlik, ya'ni organizmning ichki muhiti gomeostaz holati quyidagi suyuqliklar orqali hosil bo'ladi. Ular demak, organizmni hujayradan tashqaridagi suyuqligi va organizmdagi hujayraning ichidagi suyuqlik. Hujayradagi tashqaridagi suyuqliklar o'z o'rnida 3 ga bo'linadi. To'qima suyuqligi, qon va limfa suyuqligiga ajraladi. Hujayra ichi suyuqligi bo'lsa, bu albatta sitoplazma hisoblanadi. Quyidagi suyuqliklar hisobiga organizmdagi jarayonlar doimiy bir xilligi ta'minlanadi. Organizmdagi suyuqliklar. Organizmdagi suyuqliklar 2 guruhga bo'linadi. Demak, bu hujayra ichidagi suyuqlik va hujayrasini tashqarisidagi suyuqliklar hisoblanadi. Hujayra tashqarisidagi suyuqliklar bular to'qima suyuqligi, qon va limfa hisoblanadi. To'qima suyuqligi. To'qima suyuqligi bu hujayralar oralig'ida joylashgan suyuqlik hisoblanib, hujayralar o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi. Limfa. Limfa tiniq, biroz sariq suyuqlik hisoblanadi. Limfa tomirlarda bo'ladi va limfa tarkiban jihatdan qonga yaqin hisoblanadi. Lekin unda, ya'ni limfa suyuqligida eritrosit va trombositlar bo'lmaydi. Ya'ni faqat limfa suyuqligida leykosit hujayralari mavjud bo'ladi. Limfa suyuqligining vazifasi bu albatta organizmni himoya qilish hisoblanadi. Qon. Qon katta yosh odamlarda tana massasining 7% ni tashkil qiladi. Organizmning gomeostazini saqlab turishda katta ahamiyatga ega. Gomeostaz ko'rsatkichlari. Demak, organizmdagi gomeostaz ko'rsatkichlari quyidagilar hisoblanadi. Bular demak, organizmning tana haroratining doimligi, qondagi pH ko'rsatkichini kuchsiz ishqoriy muhitda bo'lishi, qondagi osmotik bosimni 7,6-8,1 atmosfera bosimga teng ekanligi va qon plazmasidagi suvning miqdori, ya'ni 90-92% bo'lishi bu albatta organizmdagi gomeostazni hosil bo'lishi hisoblanadi. Qon. Qon bilamizki, bu qonning suyuq va quyuq qismining aralashmasi hisoblanadi. Endi biz qonni tarkiblarga ajratish uchun bu aralashmani sentrifugadan o'tiramiz. Ya'ni biz qonni probirkaga qo'yib, uni keyinchalik sentrifugadan o'tiradigan bo'lsak, qon ikki qismga ajraladi. Ya'ni qonning suyuq qismi, qon plazmasi va qonning quyuq qismi, qonning shaklli elementlariga ajralar ekan. Dastlab, qon plazmasi umumiy qonning 55% ni tashkil qiladi. Qonning shaklli elementlari esa qolgan foizlar, ya'ni 75% ni tashkil qiladi. Va qonning shaklli elementlari ichidagi eng ko'p uchraydigan shaklli element bu albatta bizda eritrositlar hisoblanadi. Eritrositlar 45%, leykosit va trombositlar esa demak umumiy qonda 1% dan kamroq miqdorda uchraydi. Demak, qonning o'zi suyuq qismi, qon plazmasi, qonning quyuq qismi esa albatta bu qondagi shaklli elementlar, hujayralar hisoblanadi. Bu eritrosit, trombosit va leykositlar ekan. Endi qon plazmasi 90% suvdan iborat. 7% esa demak oqsil moddadan iborat bo'ladi. 0,1-0,12% esa glyukoza, ya'ni qon qanda, shakardan iborat bo'ladi. Qonning funksiyalari. Qonning funksiyalari eng dastlab albatta nafas olish funksiyasi. Nafas olish funksiyasi bu eritrositlar tarkibidagi gemoglobin oqsili bilan bog'liq. Ana shu eritrositlar kislorod tashishda ishtirok qiladi. Transport. Qon bu asosiy qismi suvdan, ya'ni qon plazmasidan iborat bo'lganligi uchun qonning o'zi kislorod va oziq moddalarni transport vazifasini bajaradi. Termoregulyatsiya. Qon tanamizda to'xtovsiz aylanish orqali tanamizdagi tana harorati deyarli bir xil bo'ladi. Ya'ni 36,6-37 gradus Selsiyda bo'ladi. Ayirish. Ayirish bu qondagi qoldiq moddalarni ayirish organlariga olib borishi hisoblanadi. Gumoral boshqarilish bo'lsa, bu albatta endokrin sistemasidagi ajralgan gormonlarni qonga chiqishi orqali har bir organga, ya'ni a'zoga ta'sir qilishi. Ovqat hazm qilish. Bu oziq moddalarni ichakdan qonga so'rilishi ovqat hazm qilish hisoblanadi. Demak, endi davom qildiramiz. Bizda himoya. Bu qonning leykosit hujayralari bilan bog'liq. Leykositlar mikroblarni fagositoz qilish
xossasi orqali qonda himoya funksiyasi hosil bo'ladi. Qonning fizik xossalari. Qonning fizik xossalari quyidagilar. Bular qonning solishtirma og'irligi, qonning yopishqoqligi va qonning osmotik bosimi hisoblanadi. Dastlab biz solishtirma og'irligi haqida gaplashamiz. Qonning solishtirma og'irligi bu suvga nisbatan, ya'ni qonning suvga nisbatan zichligi bu 1,05-1,06 nisbatan zichlik jihatdan kattaroq bo'ladi. Va demak bizda qon 1 litr qon va 1 litr suvni o'zaro biz massa jihatdan solishtiradigan bo'lsak, zichlik jihatdan qondagi zichlik yuqori bo'lganligi uchun u suvga nisbatan solishtirma og'irligi 1,05-1,06 marta katta bo'lar ekan. Endi qonning suyuq qismi esa qon plazmasi suvdan ham unda ham solishtirma og'irligi yuqori. Ya'ni qon plazmasini solishtirma og'irligi suvga nisbatan 1,025-1,034 marta og'ir bo'ladi. Qonning shakl elementlarining og'irligi esa 1,09 marta og'irroq ekan. Qonning yopishqoqligi. Qonning yopishqoqligi bu ham suvga nisbatan hisoblanadi va qon demak suvga nisbatan 5 barobar yuqori yopishqoqlikka ega. Yopishqoqligining yuqoriligini sababi esa bu qon tarkibidagi oqsillar va eritrositlar bilan bog'liq bo'ladi. Organizm qancha ko'p suv yo'qotsa, qondagi yopishqoqlik shuncha miqdorda ortadi. Sababi qon plazmasi kamayib ketganligi sababli, demak, qondagi yopishqoqlik yanada ortib boradi. Qonning osmotik bosimi. Qonning osmotik bosimi bu qon tarkibidagi mineral tuz va ionlar bilan bog'liq holatda bo'lib, u doimiy bir xilligi ta'minlanadi. Ya'ni 7,6-8,1 atmosfera bosimiga teng bo'ladi. Va osmotik bosim organizmdagi gomeostazni ta'minlab beradi. Odamda ko'p miqdorda qon yo'qotganda, odam qon o'rnini bosuvchi, odamdagi qon hajmini oshiruvchi, demak, eritmadan, ya'ni odamning qon plazmasiga yaqin bo'lgan, qon plazmasiga konsentratsiya jihatdan yaqin o'xshash mineral tuz, osh tuzi tutuvchi eritma 0,9% izotonik eritma qo'yiladi. Nega aynan 0,9% izotonik eritma natriy xlor eritmasi desak? Chunki bu eritma qonniki bilan osmotik jihatdan bir xil hisoblanadi. Shuning uchun biz 0,9% eritmani izotonik, ya'ni bosim jihatdan bir xil bo'lgan eritma deb ataymiz. Agar qonda 0,9% eritmaga solinsa, qondagi shaklli elementlar o'zini yaxshi his qiladi. Ya'ni qondagi shaklli elementlar o'zini fiziologiyasini normal hosil qiladi. Misol tariqasidan eritrositlarni 3 xil eritmaga solib ko'ramiz. Dastlab gipatonik eritma. Gipatonik eritma bu tarkibida natriy xlori 0,9% dan past bo'lgan eritma hisoblanadi. Izotonik eritma esa bu albatta tarkib jihatdan qon plazmasiga yaqin bo'lgan 0,9% konsentratsiyaga ega bo'lgan tuz tutuvchi eritma hisoblanadi. Shuning uchun uning nomi izotonik eritma deb ataladi. Gipertonik eritma esa giper yuqori, ya'ni konsentratsiyasi jihatdan yuqori qonga nisbatan tuz tutuvchi eritma 0,9% konsentratsiyadan yuqori bo'lgan eritmalar gipertonik eritmalar deb ataladi. Gipatonik eritma. Qachonki biz shaklli element, ya'ni eritrositlarni gipatonik eritmaga solsak, bu joyda suvning konsentratsiyasi kam bo'lganligi uchun yuqori suv konsentratsiyasida kimyoviy muvozanat bo'lib, bu joydagi, demak, suv eritrosit ichiga kiradi va natijada eritrositni yoradi. Va eritrosit fiziologiyasi buziladi. Endi izotonik eritma. Qachonki biz izotonik eritmaga eritrositni soladigan bo'lsak, eritrosit va suv, ya'ni mana bu joydagi suv tarkibi jihatdan ulardagi eritmalar ikkalasini ham ichki qismidagi suyuqlik bir xil bo'lganligi uchun eritrosit o'zini, demak, normal holatini, ya'ni disk shaklini saqlab qoladi. Qachon gipertonik eritmaga biz eritrositni soladigan bo'lsak,
Bu joyda suv konsentratsiyasi kam bo'lganligi uchun eritrositga nisbatan suv konsentratsiyasi bu joyda kam bo'lganligi uchun bu joydagi, ya'ni eritrosit ichidagi suv chiqadi mana bu suvning ichiga va natijada kimyoviy muvozanat bo'lganidan keyin mana bu eritrosit buzilmagan holatga kelib qoladi. Ya'ni plazmoliz bo'ladi. Qonni hosil qiluvchi a'zolar. Suyak ko'migining qizil ilik qismida bilamizki, suyak ko'migida qizil ilikda qonni shakl elementlarini hosil qiluvchi birlamchi o'zak hujayralar bo'ladi. Masalan, qizil o'zak hujayralardan hosil bo'ladi eritrositlar. Oq o'zak hujayralardan esa leykositlar hosil bo'ladi. Birlamchi trombositlardan esa haqiqiy voyaga yetgan trombositlar hosil bo'ladi. Eslab qoling, eritrositlar va trombositlarda esa yadro, demak, to'liq shakllanib bo'lganidan keyin yo'qoladi. Va faqat, demak, leykositlarda yadro mavjud bo'ladi. Leykositlar oq qon tanachalari, eritrositlar qizil qon tanachalari, trombositlar esa qon plastinkalari deb ataladi. Bilamizki, katta yosh odamlarda umumiy qizil ilikning massasi 1,5 kilogrammga yetadi. Va quyidagi joylarda ham qon hosil bo'ladi. Bular bodamcha bezlar, yumshoq tanglay, limfa tugunlari, ayrisimon bez, taloq hisoblanadi.